38-bob babu ma yaqulu iza ra'a mubtala. Mubtaloni ko'rganda aytadigan duoning to'g'risidagi bob. Ya'ni balolangan kishini ko'rganda, baloga giriftor bo'lgan odamni ko'rganingizda nima deyishligingiz kerak? Haddasana Muhammad ibn Abdullah ibn Bazi'in, haddasana Abdul Waris ibn Sa'id an Amr ibn Dinar مولى علي الزبير عن سالم بن عبد الله ابن عمر عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رأى صاحب بلاء فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير مما خلق تفضيلا ممن خلق تفضيلا إلا عوفي من ذلك البلاء كائنا ما كان ما عاشه. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu dan rivoyat qilindi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, kimda kim bir balo sohibini ko'rsa, bir balolangan odamni ko'rsa, nima bo'lsa bo'lsin, qarang mutlaq aytilinyapti. Masalan, bir pestni ko'rdingiz, yoki uy yonib ketgan odamni ko'rdingiz, yoki o'g'ri urib ketgan odamni ko'rdingiz, nima bo'lsa bo'lsin, keyin aytsaki, seni balolagan narsadan menga ofiyat bergan Allohga hamdlar bo'lsin. Ya'ni senga Alloh taolo shu baloni beribdi ekan, shu balodan meni saqlagan, menga ofiyat bergan Allohga hamdlar bo'lsin. Va yaratgan maxluqlarining ko'pchiligidan meni afzal qilishlikda fazilatli qilgan Allohga hamdlar bo'lsin desa. Haqiqatan ham har bittamizni Alloh taolo maxluqlari ko'pidan afzal qilgan. Ya'ni ne'matlar e'tiboridan fazilatimiz ustun bo'lgan insonlarga qarasangiz ham sanasiz, ya'ni millionlarcha insonlar chiqadi. Qanchadan qancha insonlar bor, ya'ni ko'ryapsizlar dunyoda och, joyi yo'q. Qanchadan qancha insonlar bor, puli bo'lgan bilan jangu jadal maydonlarida tinchlik xotirjam yo'q. Qanchadan qancha insonlar bor, puli bo'lgani bilan, imkoniyati bo'lgani bilan iymoni yo'q. Qanchadan qancha insonlar bor, iymoni bo'lgani bilan, puli bo'lgani bilan ilmi yo'q. Ya'ni sizlar bularning hammasidan afzalsizlar. Ular necha million chiqadi ular. Shu fazilatni bergani uchun Allohga hamdlar bo'lsin desa, albatta Alloh taolo bu odam albatta o'sha balodan ofiyat berilibdi, saqlanibdi. Alloh taolo buni saqlaydi. Aytayaptilarki, kaynan makana, nima bo'lsa bo'lsin deyaptilar. Shu balo nima bo'lsa bo'lsin, ma'asha modomiki yashapti deyaptilar. Butun hayoti mobaynida, butun hayoti mobaynida Alloh taolo uni shu balodan saqlaydi. Qala Abu Isa haza hadisun g'arib. Termizi aytdilarki, bu g'arib hadisdir. Va fil babi an Abi Hurayrata, bu bobda Abu Hurayradan ham hadislar bor. Va Amr ibn Dinar qahramon Ali Zubayr huwa shaykhun basriyun. Amr ibn Dinar Ali Zubayrning qahramoni, u basralik shayxdir. Va laysa huwa bil qawi fil hadis, hadisda kuchli kishilardan emas. Va qad tafarrada bi hadisa an Salim ibn Abdullah ibn Umar. Solimdan hadis keltirishlikda, ya'ni ko'p hadislarda yolg'iz bo'lgan. Va qad ruwiya an Abi Ja'far Muhammad ibn Ali annahu qala iza ra'a sahiba balayn fata'awwaza minhu yaqulu zalika fi nafsihi wa la yasmi'u sahibal bala'i. Abu Ja'fardan rivoyat qilindi. Abu Ja'far Muhammad bin Alidan u kishi aytdilarki, kishi shu balo sohibini ko'rganda, balolangan kishini ko'rganda o'sha balodan Allohga sig'inadi va hozirgi duoni ichida aytadi. Balo sohibiga eshittirmaydi, uni betiga aytmaysiz uni. Uni rasvo qilgan bo'lasiz, aziyat bergan bo'lasiz. Uni sezdirmasdan, unga bildirmasdan aytasiz. Haddasana Abu Ja'far as-Simnani va g'ayru wahidin qalu haddasana Mutarrif ibn Abdullah al-Madani, haddasana Abdullah ibn Umar al-Umari an Suhayl ibn Abi Salih an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man ra'a mubtalan faqala alhamdulillahi alladhi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala kaseerin mimman khalaqa tafdila lam yusibhu dhalika al-bala. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilindi. Bu kishi aytdilar,
Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilarki, kimda kim balolangan kishini ko'rsa, seni balolagan narsadan menga ofiyat bergan va yaratgan narsalarning, maxluqlarning ko'pchiligidan meni afzal qilishlikda fazilatli qilgan Allohga hamdar bo'lsin desa, o'sha balo bunga hech qachon yetmaydi dedilar. Qala Abu Isa haza hadisun hasanun g'aribun min hazal vajhi. Termiziy aytdilarki, bu hasan hadisdir, mana shu yo'ldan g'aribdir.